Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar, aziz mehmonlar. Sizlarga tashkilotimiz haqidagi ma'lumotni taqdim etaman. Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on shahar 19-sonli Davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti 1991-yilda barpo qilingan bo'lib, 2018-yilda qayta ta'mirlanib, foydalanishga topshirilgan. Tashkilotimiz 390 o'rinli, 450 nafar tarbiyalanuvchilarga moslashtirilgan. Guruh xonalarida barcha shart-sharoitlar mavjud bo'lib, davlat ta'lim standartlariga mos ravishda jihozlangan. Guruh xonalarining sanitariya-gigiyenik holati, sanitariya me'yorlari asosida ishlar tashkil etilgan. Tashkilotimizda Vazirlar Mahkamasining 626-qarori asosida yagona menyu orqali kunlik taomnoma outsourcing korxona tomonidan tayyorlanadi hamda brokiraj komissiyasi a'zolari tomonidan nazorat qilinadi. 3 ta kichik, 2 ta o'rta, 4 ta katta, 4 ta tayyorlov guruhlari mavjud bo'lib, 3-katta va 4-tayyorlov guruhlari rus tili faoliyatini olib boradi. Shuningdek, 1 yillik majburiy ta'lim va qisqa muddatli guruhlarga ega. 19-davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida jami 28 nafar pedagog xodimlar faoliyat olib boradi. Ulardan 13 nafari oliy ma'lumotli, 15 nafari esa tugallanmagan oliy mutaxassis kadrlardir. Tashkilotda oliy ma'lumotli, logoped, defektolog va psixolog, ingliz tili va rus tili o'qituvchilari, jismoniy yo'riqchisi hamda musiqa rahbarlari bor. Tashkilotimiz aziz ota-onalarga farzandlarini yetuk va barkamol avlod bo'lib yetishi uchun karate, gimnastika, shaxmat, mental arifmetika kabi pullik qo'shimcha xizmatlarni taklif etadi. Bu yerda farzandlaringiz ilk bilimlarni egallaydigan, mehr va e'tibor bilan o'ralgan zamonaviy va qulay muhitda tarbiyalanadigan tashkilotdir. Bizning bog'chamizda har bir bola alohida e'tibor bilan qarshi olinadi. Ularning qiziqishlari, orzu-umidlari va tabiiy iste'dodlarini inobatga olinadi. 19-sonli Davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti bu nafaqat o'yin va dam olish joyi, balki bolalar dunyoqarashini shakllantiruvchi, ijtimoiy ko'nikmalari rivojlanadigan haqiqiy tarbiya maskanidir. Bizda tajribali va mehribon tarbiyachilar o'quv o'yinlar asosida tashkil etilgan mashg'ulotlar, toza va xavfsiz muhit, san'at, sport va milliy qadriyatlar uyg'unligida olib boriladi. Aziz ota-onalar, agar siz farzandingiz baxtli, sog'lom, aqlli va tarbiyali bo'lib voyaga yetishini istasangiz, 19-davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti aynan siz izlagan joy. Farzandingiz kelajagini biz bilan birga barpo eting.